Ketdik. Tarixondan bepul Ramazon oyi uchun maxsus darslarimiz, bepul marafonimiz 3-kun biz boshladik. Biz shu paytgacha sizlar bilan tarixoni 6-sinf 2017-2022 yil kitoblaridagi keltirilgan mavzulardan Zardushtiylik mavzusigacha o'tdik. Va endi bugun biz 6-sinfni tugatmoqchimiz. Chunki ertangi kechki darsimizda aynan 6-sinf bo'yicha umumiy 45 talik ditem, ya'ni milliy sertifikat savollarini ishlamoqchimiz. Demak, 3-bob antik tarixning boshlanishi. Antik degani yangi tarixning boshlanishi. Xo'p, demak, antik tarixning boshlanishida dastlab bizda Yunoniston mavzusi keladi va Yunoniston o'zi qaysi hududlarni o'z ichiga oladi? Eslanglar chiqmasin. Bolqon yarim oroli va O'rta Yer dengiz hududlari Yunoniston deyiladi. Ya'ni qadimgi Yunonistonda Bolqon yarim oroli va O'rta Yer dengizi aytiladi. Demak, Yunonistonda eng bir dunyoga tanitgan narsasi, qadimgi dunyoga tanitgan narsasi bu Nina bargli o'rmonlari bo'ladi. Va qadimgi Yunonistonning shimoli va Peloponnes hududlarida Nina bargli o'rmonlar juda ham ko'p bo'lgan. Va aynan sivilizatsiya vujudga kelishi ham shu hududlarda borib taqaladi. Endi sivilizatsiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bu Yunonistonda ikkita sivilizatsiyani bilishimiz kerak. Birinchi sivilizatsiya Minoy sivilizatsiyasi, ikkinchisi Miken sivilizatsiyasi. Minoy sivilizatsiyasi miloddan 2-ming-yillikda Janubiy Yunonistonda vujudga keladi dastlab. Yo'q, Minoy sivilizatsiyasi Kret orolida vujudga keladi. Miken sivilizatsiyasi esa Janubiy Yunoniston, ya'ni Lakonika hududida vujudga keladi. Demak, Minoy sivilizatsiyasiga barham bergan xalq bu axiylar, ya'ni Kret orolidagi, va Miken sivilizatsiyasiga barham bergan bu doriylar. Aynan Sparta davlatiga asos soladigan doriylar. Bu Miken sivilizatsiyasi, ya'ni Miken davlatini tugatadi va Sparta davlatiga asos soladi. Shu tariqa biz Yunonistondagi dastlabki davlatlar Miken va Kinos kabi davlatlarni va Minoy sivilizatsiyasini boshdan kechiramiz. Keyinchalik axiylar bularni tugatganligi, doriylarning kirib kelishi. Doriylarning kirib kelishi miloddan avvalgi 12-asr, ya'ni 1200-yilda ro'y beradi. Ular Miken davlatini tugatgan holda Sparta davlatiga asos soladi. Sparta davlatiga keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Endi esa biz bu yerda dengizga to'xtalamiz. Ya'ni qadimgi Yunonistonda Egey dengizining bo'lishi bu qadimgi yunonlar orasida dengizchilikning rivoj topishiga turtki beradi. Egey dengizida suzgan xalqlar Misr, hattoki O'rta Yer va Qora dengizgacha suzib borgan va ular odam yashaydigan joylarni Oykumena deb atashgan va yunon bo'lmagan xalqlarni esa varvarlar deyishgan. Va sizlarga kerakli ma'lumotlar mana shunday tarzda berilib ketilyapti. Endi bu davrda qadimgi Yunonistonda qo'shinlar bo'lgan. Qo'shinlarda og'ir qurollangan askarlar bo'lgan. Og'ir qurollangan askarlarni biz goblitlar deymiz. Ularni 9 yoki 16 qator qilib safga tizsak, ya'ni to'rtburchak safga tizsak, u falanga deyiladi. Falanga qo'shini ikkita xalqda bor, Yunoniston va Makedoniya. Qadimgi Yunonistondagi falangani qatorlari keltirilmagan, lekin Makedoniya qo'shinining falangasi qatorlari keltirilgan. Ya'ni 6-qatorda nayza tutgan askar 1-qatordagi askarni himoya qila olgan nayzasi bilan. Bu esa ular tomonidan o'ylangan reja edi. Davom etamiz. Endi biz qadimgi Yunonistonning yuksalishiga o'tamiz. Qadimgi Yunonistonning yuksalishi, ya'ni Afina davlatining vujudga kelishi. Afina davlati qanday vujudga keldi? Miloddan avvalgi 2-ming-yillikda Attikaning janubiy g'arbida, eslangizda bo'lsa, o'zi O'rta Yunoniston janubiy sharqida Attika joylashgan. Attikaning g'arbida Akropol quriladi. Akropol so'zining ma'nosi bu yuqori shahar. Ya'ni Afina davlatining poydevori quriladi va o'z-o'zidan Afina davlati 3 ta katta guruhga bo'linadi aholisi. Fuqarolar, chet elliklar, ya'ni metiklar va qullarga bo'linadi. Afina davlatida ozod Afina fuqarosi bo'lish bu faxrli edi. Chunki u og'ir ish qilmas, umuman salomatlikka zarar yetadigan ish qilmas edi. Afinaning esa daromad manbalari bor edi. Men hozir keyinroq ko'rsataman daromad manbaini. Hozir Afinaning dengiz ittifoqiga e'tibor berilgan bu yerda, chunki bu savolda tushgan. Afina dengiz ittifoqi dengiz savdosida juda katta rivoj topgan edi va aynan Afinaning asosiy port shahriga aylangan bandargoh bu Pirey bandargohi edi. U yerdan xilma-xil tovarlar bilan birgalikda qullar ham keltirilgan. Endi Afinaning daromad manbaiga bitta to'xtalib ketishimiz kerak. Xo'sh, qayerda keltirilgan ekan? Keltirilmagan ekan. Bu yerda men o'zim to'xtalib o'tib ketaman unda.
Afina daromad manbalari ikkita. Bular kumush konlari va tuz qazib chiqarish. Va bu Afinaga daromad keltiruvchi asosiy sohalar hisoblanadi. Tushuninglar-a? Mana shu narsani eslab qolamiz. Afinaning daromad manbalari shu. Endi Afinada ta'lim. Biz hozir faqat Afina bo'yicha mavzu o'tyapmiz. Afinada ta'lim bu 7 yoshdan boshlangan. 7 yoshdan ota-onalar o'z bolasini pedagogga bergan. Chunki Afina davlat maktablari bo'lmaganligi uchun pedagoglar qaragan. Pedagog hozirgi repetitor, ya'ni bizga qiyoslashinglar bo'ladi. Pedagog so'zining ma'nosi yunonchadan bolani yo'lda kuzatib boruvchi ma'nosini anglatgan va unga hammaning ham qurib yetmagan o'qitishgan. Aynan pedagog bolani 7 yoshdan 14 yoshgacha tarbiyalagan. 14 yoshdan keyin bolalar palestraga o'tilgan. Palestra bu mana Afinaning asos daromad manbai mana bu yerda keltirilgan ekan bolalar mavzumizda. Mana Afinaning daromad manbaylari shu yerga keldi. Demak, o'zi umuman Afinaning daromad manbai 3 ta bo'lyapti. Bu tuz, kumush konlari va dengiz. Xo'p, davom etamiz. Pedagogga berilgan pedagog 7 yoshdan 14 yoshgacha qaragan va 14 yoshdan keyin puldor ota-onalar puli bo'lsa, bolalarni xususiy gimnastikaga bergan, puli bo'lmasa, ular shu yerda o'qish va yozishni to'xtatgan. Palestrada esa adabiyot o'qitilgan, she'r yozilgan hamda musiqa o'rgatilgan. Bu o'g'il bolalarga 14 yoshdan undan tashqari gimnastika bilan ham shug'ullanilgan. Gimnastika bilan shug'ullanishning asosiy maqsadi hozirgi Koreya, Yaponiyaga e'tibor bersanglar, o'g'il bolalari ham nozik, chiroyli bo'ladi, lekin ular bu nozik, chiroyli degani ularni jismonan baquvvat emas degani emas. Ular ham sportga boradi, shug'ullanadi. Xuddi shu narsa Yunonlarda boshlangan. Ya'ni sen adabiyot o'qiysan, she'r yozasan, musiqa tinglaysan, lekin bu yoqdan gimnastika bilan shug'ullanib, baquvvat ham bo'lasan deyilgan. Endi bu yerda Palestrada birida Mironning diskopol, ya'ni disk uloqtiruvchi haykali o'rnatilgan. Bu haykal nima uchun o'rnatilgan? Aynan insonning tana jihati mustahkamligini ko'rsatish uchun o'rnatilgan. Va endi bizlar o'ta boy oila o'sha Palestrada maktablar tugagandan keyin oliy ta'limga berishgan. Afinada davlat oliy ta'lim muassasalari bo'lgan. Unda astronomiya, geometriya, geografiya va tarix fanlari ham o'qitilgan. Va ta'lim muddati hozirgi bizning universitetlarga o'xshab 3-4 yil bo'lgan. Xo'sh, davom etamiz. Endi biz Afina davlatini tugatib oldik. Endi biz Sparta davlatiga o'tamiz. Sparta davlati miloddan avvalgi 1200-yilda vujudga kelgan davlat. Unga doriylar asos solishgan. Sparta davlati faqat urush, Spartaklarning asosiy ishi faqat urush bo'ldi. Shuning uchun Sparta aholisi ham 3 guruhga bo'linadi. Birinchi guruh Spartaliklar, ular alohida shart-sharoitda yashashgan, qat'iy intizomga amal qilgan, bola 5 yoshdan boshlab ota-onasidan alohida yashagan, 20 yoshga to'lgandan keyin janglarga chiqib ketgan va to qarib keksa yoshga yetgunga qadar xizmat qilgan. Spartaliklar hech qaysi ish qilmagan, faqat jang qilishgan. Ularning dehqonchilik hamda chorvachilik ishlarini asosan ilotlar qilgan. Ilotlar bular qulga aylantirilgan mahalliy aholi. Ilotlar ham bu yunonlar bo'lgan. Ilotlar o'sha yerga ishlov bergan va chorvani boqishgan. Jangni esa Spartaklar qilib kelgan. Xo'p, kun qanday ko'rilgan? Chunki savdo-sotiq rivojlanmaganda Spartada faqatgina boylik o'sha hududlarni bosib olgandan keyin talangandan keyin o'ljalar orqali bo'lgan. Va uchinchi xalq Spartada to'la to'kis huquqlarga ega bo'lmagan shaxsan ozod kishilar, bu periyeklar. Ular ko'proq hunarmandchiliklar ishlarini qilgan. Va shu tariqa Sparta davlatini o'rganib oldik. Endi Sparta davlatiga oid ma'lumotlar o'sha Spartaga chet elliklar kiritilmaganligi, hamma uylar bir-biriga o'xshab qurilganligi bu Spartani rivojlanishiga olib kelmagan, lekin Spartada kimlar qadrlangan desa, baquvvat jangchilar va ayollar Spartada juda qadrlangan. Keyingi mavzumiz Yunon koloniyalari. Yunon koloniyalari qanday vujudga keldi? Afina davlati va Sparta davlatida qulga aylantirilgan ilotlar va Afinadagi qullar qochib keta boshlashdi. Ular borib Apennin yarim oroli va Sitsiliya oroliga borib o'rnasha boshlashdi. Undan tashqari O'rta Yer va Qora dengizga kelib o'rnasha boshlashdi. Va bu buyuk Yunon koloniyalashtirish bo'ldi. Miloddan avvalgi 8-6 asrlarda buyuk Yunon koloniyalashtirish davri bo'ldi. Ular u yerlarga ko'chib borgandan keyin o'zlarini yagona xalq ellinlar, davlatini esa Ellada deb atashdi. Va Yunon bo'lmagan xalqni oldin aytganimdek varvarlar deb atashni boshlashdi. Va Qora dengiz sohilida 3 ta yirik koloniya vujudga keldi. Bular Olveya, Xersonis, Pantikapi. Hattoki esingizda bo'lsa, Xersonisda ibodatxona qoldiqlari ham topilgan. Endi esa yangi mamlakatlar bilan tanishuvlar Yunonlar rivojlantirdi.
Misol uchun miloddan 8-asrda Finikiyada yaratilgan, ya'ni miloddan 10-asrda Finikiyada alif 22 kundosh harfdan iborat yaratilgan alifboni miloddan 8-asrda 24 harf qilib o'zlashtirishdi. Va shu tariqa koloniyadan eladigan mahsulotlar olib kela boshlashdi. Bu mahsulotlar g'alla, metall, pullar bo'la boshladi. Eslaringda qolsin. Endi biz Afinani davom ettiramiz. Afinada demokratiya nima degani? Afinada demokratiya nima uchun kerak bo'lib qoldi? O'zi Afina oldin aristokratiya boshqarardi, lekin keyinchalik Drakon degan shaxsga bular murojaat qilishdidagini bizga qonun tuzib ber deyishdi. Drakon esa shunday qonun tuzib berdiki, unda bitta jazo o'lim jazosi. Oddiy narsa qilsang ham o'lim jazosi beriladigan bo'ldi. Dastlab bu qonun ishladi, lekin keyinchalik aholi norozi bo'la boshladi va bu qonunga siyoh qolib qon bilan yozilgan degan nom berishdi. Va keyinchalik xalq ko'tarilib, Drakonni mamlakatdan quvib yuborishdi. Va endi Afinada Drakon qonunlari tugadi va endi Afinada asosiy organ davlat idora qilishda bu oqsoqollar kengash qo'liga o'tadi. Oqsoqollar kengash hokim va sudyalarni saylagan, Afinada aholining bir qismini zodagonlar boshqargan va aynan ularni ham o'z-o'zidan oqsoqollar kengashi tashkil etgan. Va keyinchalik Solon davri, ya'ni miloddan 594-yilda Solon davrida tizim o'zgaradi. Ya'ni Afinada aristokrat, ya'ni zodagonlar hokimiyatining o'rniga demokrat, ya'ni ma'lum bir qism hokimiyat bu xalqqa ham beriladi. Va davlat boshqarishda faqat erkaklargina ishtirok eta oladigan qilib qo'yiladi. Va ularning majlisi asosan agora, ya'ni bu Afinaning markaziy maydonida bo'lib o'tadi, oyiga 4 marotaba. Ayollar va chet elliklar esa bu qabul qilinayotgan qonunlar muhokamasida ovoz berishda ishtirok eta olmaydi. Va undan tashqari Solonning islohotlarini yodlab qolinglar, tushib beradi. Solon taklifi bilan dehqonlar qarzlar va qarzdorlardan qul qilish bekor qilinadi va xalq majlisi faoliyati tiklanib, davlat boshqaruvida oliy tashkilotga aylanadi. Va o'zi xalq majlisiga ishtirok etish uchun har bir erkak, ya'ni ishtirok etadigan erkak 20 yoshdan oshgan bo'lishi kerak va majlis asosan ertalab o'tkazilishi kerak bo'ladi. Chunki majlis ertalab o'tkazilishining asosiy sababi bu hamma o'z ishiga o'rganishi kerak edi. Xo'sh, demak, davom etamiz. Ovozim yaxshi bo'lyapti degan umiddaman. Men chunki o'zim e'tibor qila olganim yo'q. Xo'p, endi bu yerda faqat Afinada xalq majlisida katta-katta muhokamalarni qilishardi, ya'ni 500lar kengashi kabi. Endi faqat kichik muammolarchi, ya'ni kundalik joriy masalalardagi muammolarni qaysi organ ko'radi? Faqat bu yerda xalq majlisi ko'ra olmaydi-ku. O'z-o'zidan bu yerda 500lar kengashi tashkil qilinadi. Va kengash qarorlari esa xalq majlisida tasdiqlanadi. Ko'proq huquq fanini o'qigan bolalar biladiki, bizda Oliy Majlis bor. Eslaringda bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qonun yaratiladi, Senatda tasdiqlanadi, keyin prezidentga yuboriladi, keyin esa ommaviy axborot vositalariga chiqadi. Xuddi shunday 500lar kengashi qonunni chiqaradi, xalq majlisiga yuboradi, xalq majlisi tasdiqlaydi, keyin esa e'lon qilinadi. Endi bu yerda xalq sudi ham bor. Xalq sudi nima uchun kerak? Aynan ba'zi qonunlar qashshoq yunonlarning manfaatini himoya qilish uchun, ya'ni o'z-o'zini himoya qilish uchun ular xalq sudiga birlashadi. Xalq sudining bitta huquqi bor, veto huquqi bor va u ham bo'lsa taqiqlayman, ya'ni qaysidir qonunni qabul qiladi va uni taqiqlash imkoniyati bo'ladi. Xalq sudiga esa 30 yoshdan boshlab ishtirok eta olish mumkin. Endi biz 500lar kengashiga qaytamiz. 500lar kengashini kim boshqargan? Endi 500lar kengashi o'z-o'zidan bir kishi boshqarish kerak baribir. Buni strateglar boshqargan. Strateg lavozimi nima ish qilgan? Strateg lavozimi aynan 500lar kengashida hal qilinadigan asosiy masalalarni olib chiqqan, xalq orasida o'rgangan va uni muhokamaga qo'ya olgan. Va keyinchalik eng mashhur strateg bu Perikl hisoblanadi. Perikl miloddan 443-429-yillarda ketma-ket 15 marotaba strateg bo'lgan. Perikl davrida Afina eng qudratli davlatga aylangan va mamlakatda demokratlar ravnaq topgan. Hattoki ba'zi yurishlarda borib, ya'ni urush kelib chiqqan taqdirda ham Perikl borib shartnoma orqali hal qilib kelgan. Va Periklning qilgan ishlari bu birinchi o'rinda xalq majlisidagi lavozimlarga ish haqi to'lashni joriy qiladi. Bu esa o'z-o'zidan poraxo'rlikni kamaytiradi. Chunki oldin kim qilgan shu uchun pul olganda va ikkinchi qilgan ishi Akropolda Parfinon, ya'ni iloha Afina ibodatxonasini qurdiradi.
va undan tashqari Perikl davrida kam ta'minlangan oilalarga teatr, spektakllarga qatnashish uchun pul jamg'armalari tashkil etilgan. Undan tashqari qon chiqarish tadbirlarga amalga oshirish natijasida demokratiya rivojlandi. Ya'ni tadbirlarda asosan xalq ham ishtirok eta boshlagan. Va Periklning ikkita eng mashhur do'sti bor. Birinchisi tarixchi Gerodot, ikkinchisi haykaltarosh Fidel. Va shu tariqa Perikl asri ham yakuniga yetadi. Endi biz Afinani ko'rdik. Afina vujudga kelishi, Sparta davlati, Yunon koloniyalari va Afina demokratiyani ko'rib o'tdik. Endi biz Yunon-Fors urushlariga to'xtalamiz. Yunon-Fors urushlari qanday boshlandi? Fors podshohligi miloddan avvalgi 558-yilda vujudga kelgandan so'ng u dastlab Midiyani bo'ysundirdi, keyinchalik Armaniston, Bobil, Lidiyaga yurish qildi va to'g'ridan-to'g'ri O'rta Yer dengiziga chiqdi va keyinchalik Falastin, Finikiya, Suriya hududlarini, ya'ni Olti Osiyoni egalladi va o'z-o'zidan Kichik Osiyoga qarab yo'l oldi. Kichik Osiyodagi Yunon koloniyalari va Bolqon yarim orolidagi Frakiyaning bosib olinishi Yunon-Fors urushlarining boshlanishiga sabab bo'ldi. Va Yunon-Fors urushlarida asosiy 4 ta jang keltiriladi. Birinchi jang Marafon jangi miloddan avvalgi 490-yilda bo'lib o'tgan. Egey dengizini kesib o'tgan va Attika sohiliga langar tashlagan forslar nayza, xanjar, o'q-yo'llari bilan qurollangan edi. Ular kelib tusha boshlashdi. Oradan bir hafta o'tdi va Yunonlar sarkardasi Miltiyat boshchiligida urush boshlandi. Jangda forslar yengiladi va o'z kemalariga qarab qocha boshlashadi. Yunonlar forslarning 7 ta kemasini egallab olishdi va g'alabani nishonlash uchun bir askar Marafon shahri tekisligidan to Afinagacha tinimsiz yugurib keldi va yugurish natijasida bu yugurish naq 42 kilometrni bosib o'tdi. Va g'alaba deya yuragi yorilib o'ldi. Ikkinchi jang, bu birinchi jang demak Marafon jangi Yunonlar g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkinchi jang Fermopil jangi miloddan avvalgi 480-yilda bo'lib o'tgan. Fermopil jangini boshlanishidan oldin Dorobir vafot etadi, ya'ni 486-yilda va o'z-o'zidan Fermopil jangiga endi forslar podshosi Kserkis boshchilik qiladi. Fermopil jangi o'zi nima uchun Fermopil deyiladi? O'zi Yunonlar forslarni boshqa joyda kutib turgan vaqtda bu yo'lda shimoldan janubga olib boradigan bitta yo'l bo'lardi. O'sha yo'ldan boshqa yo'lni bitta xoin forslarga sotib qo'yadi. Buni eshitgan Sparta podshosi Leonid barcha qo'shinni Afina mudofaasiga yuboradi. O'zi esa 300 ta eng saralangan Sparta askarlarini olib qoladi va u forslarni ushlab turishga kelishadi. Bungacha esa Yunon askarlari borib Afinaga joylashib, Afinani mudofaa qilish kerak edi. Spartaliklarning barchasi jang maydonida qahramonlarcha halok bo'ladi, hattoki Leonid ham va shundan keyin tarixda 300 Spartalik jasorati degan mashhur voqea esda qoladi. Fermopil jangidan keyin esa Kserkis O'rta Yunonistonga yetib borib Afinani ishg'ol qiladi, lekin u yerda uzoq qola olmaydi, chunki askarlari har xil narsalarga berilib ketadi, ya'ni boylikka berilib ketadi va natijada forslar dengiz tomonga chekinadi va miloddan avvalgi 480-yilda Salamin jangida kurash olib borishadi. Salamin jangida bu yerda esa Yunonlar 200 ta harbiy kema, ya'ni triyera taxlashadi va ular 18 kilometr suza olgan va ularning bitta ustun tomoni bor. Ular sayozlikda ham suza oladi bu kema. Va Salamin jangida forslar mag'lubiyatga uchraydi va Kserkis Yunonistonni tark etishga majbur bo'ladi. Lekin Kserkis hali Yunonistondan chiqib ketgani yo'q edi, chunki bunga sabab hali uning umidi bor edi. Ammo Platiya jangi, ya'ni miloddan 479-yilda bo'lib o'tgan Platiya jangida Yunon forslar o'rtasidagi hal qiluvchi jang bo'ladi. Va bu jang eng yirik jang hisoblanib, bu jangda qon daryo bo'lib oqqan deyiladi. Va bu jangda Yunonlar yutadi. Va shu tariqa Yunon-Fors urushlari to'liq g'alabasi bilan, ya'ni Yunonlarning to'liq g'alabasi bilan yakunlanadi va miloddan avvalgi 449-yilda sulh bo'ladi. Sulhning nomi Kali deb ataladi, eslaringda tursin. Kali sulhi deyiladi. Xo'sh, va shu tariqa Yunonlar forslarni yengdi, forslar mag'lubiyatga uchradi. Endi esa Yunonlar dam olamiz deb turgan vaqtda boshqa xalq kirib keladi. Bu xalq Makedonlar edi. Xo'sh, Makedonlar podshosi Filip II'ning maqsadi Yunonistonni to'liq bo'ysundirish emas edi. Shunchaki Yunonistonga o'z so'zini o'tkazgan holda Yunonistondan qo'shinni to'plash edi.
Miloddan 338-yilda Yunonlar va makedonlar o'rtasida asosiy to'qnashuv bo'ladi. Bu to'qnashuvgacha Yunonlarni shaharlari bo'ylab kezgan Demosfen kim? Bu aslan notiq shaxs. Dastlab u duduq bo'lgan, keyinchalik dengizga borib shug'ullanish natijasida zo'r notiq bo'lib eshitishadi. Ya'ni retorika fanini chuqur o'qigan shaxs. U Yunonlarni Makedoniyaga qarshi kurashishga da'vat etadi. O'zi kechagina urushdan chiqqan xalqni ko'pchiligi xohlamaydi. Spartada yordam so'raydi. Spartaliklar esa biz qorong'uda jang qilamiz deydi. Ya'ni tunda jang qilamiz deydi. Bu esa Yunonlarga yoqmaydi va Yunonlar o'zi jangga kirishga majbur bo'ladi. Va miloddan 338-yilda Makedonlar va Yunonlar o'rtasidagi jangda Biotiyoda Xironiya shahri yaqinida Yunonlar mag'lub bo'ladi. Va Demosfenning juda chiroyli gapi bor. Yunonlar ozodligi Xironiya ostonasida halok bo'lganlar bilan birgalikda dafn qilindi degan edi. Ammo bu fikr o'z tasdig'ini topmadi. Chunki Filip II o'zini Yunonlar podshosi deb e'lon qilmadi. U Yunonlar bilan 3 narsaga kelishish uchun miloddan 337-yilda Korinfga Yunonlar va Spartaliklarni chaqirdi. Ammo Spartaliklar kelmadi. Yunonlar keldi va Yunonlar bilan 3 narsaga kelishdi. Tinch totuv yashash, o'zaro kurash olib bormaslik va ichki ishlarga aralashmaslik. Va tashqi dushmanga bitta tashqi dushman bor, ikkalasida ham bu forslar davlati edi. Va e'tibor beringlar, forslar davlatini bitta narsasi qolib ketdi, boya men sizlarga Yunon fors urushlarida aytib ketyapman. O'zi forslar Doro bir davrda juda kengayib ketadi. Bu Hindistonning shimolidan O'rta Yer dengizigacha borgan edi. Forslar elchilari Yunonistonga kirib kelganda aytadiki, bizning hukmdorimiz buyuk Shahonshoh Doro bir kunchiqardan kunbotargacha barcha mamlakatlarda egasi deydi. Sizlardan yer va suv talab qilmoqda deydi. Bularni Yunonlar Afinada qoyadan uloqtirishadi, Spartada quduqqa tashlashadi. Va Spartada mashhur gap ishlatiladi. Suvni ham, yerni ham shu yerdan topasizlar deydi. Va shu tariqa Yunon fors urushi boshlanib ketgan. Endi biz Makedoniyaga qaytamiz. Demak, Filip II 3 ta narsaga kelishdi. Spartaliklar kelmadi, Yunonlar bilan kelishdi va ular endi forslarga qarshi yurish boshlaydi. Ammo kutilmaganda Filip II vafot etadi. Miloddan avvalgi 336-yilda. Va taxtga o'g'li Makedoniya Aleksandr o'tiradi va miloddan 334-yilda eslaringda bo'lsa sharqqa yurish boshlaydi. Va u o'sha Kichik Osiyo, Misr, Eron hududlari, o'sha Erongacha bo'lgan davlatlar bosib keldi. Miloddan 330-yilda Eronga zarba beradi va so'nggi Ahamoniylar shohi Doro III yengiladi. Va shu tariqa Fors podshohligi tugatiladi. Biz Yunon fors urushlari va Yunon Makedon urushlarini ko'rib o'tdik. Endi biz nimani ko'ramiz? Yunonlarda fuqaro tarbiyasi. Ya'ni Yunonlarda fuqaro tarbiyasi qanday bo'ladi desa, xo'p, bunda umumiy ta'lim olishgan dastlab 2 yil, 4-5 yil va undan tashqari 2 yil harbiy ta'lim olishgan. Harbiy ta'lim 2 ga bo'lingan. Birinchi yil yigitlar uylarida yashagan, safda yurishni o'rgangan, ochlik va sovuqqa chidamli bo'lishni o'rganishgan. Ikkinchi yil esa chegara qal'alarda harbiy xizmatlarni o'tashni boshlagan. Attika chegara qabilalarida, xususan Perey bandargohida. Va 30 yoshga to'lmagan barcha erkaklar qurol-yarog'i bilan urush bo'lgan vaqtda yetib kelishga majbur bo'lgan. Va shu tariqa jangchilarni shuni tayyorlashgan. Biz endi Yunon tarixidagi eng katta voqealardan yana biri bu o'zlaring xabarlaring bor Olimpiya o'yinlari. Olimpiya o'yinlari miloddan avval 776-yilda Gerakl tomonidan asos solingan. Demak, Gerakl qachon yashagan desa, miloddan avvalgi 8-asrda yashagan deymiz. Chunki aynan Olimpiya o'yinlariga miloddan avvalgi 8-asrda asos solingan. Olimpiya o'yinlari 4 yilda bir marta o'tkazilgan va Olimpiya o'yinlarida asosan 5 kurash bo'yicha musobaqa bo'lgan. Uzunlikka sakrash, disk uloqtirish, nayza uloqtirish, yugurish, kurash va undan tashqari insonlarning ko'ngil ochar voqeasi ot choptirish musobaqasi ham bo'lgan. O'g'il bolalar 10 yoshdan gimnastika bilan shug'ullanganda aynan kurash, nayza otish o'sha narsalarni o'rgangan. O'spirinlar esa qo'l jangi, harbiy ishlar va otga minib yurishni o'rgangan. Chunki bu narsa juda kerak bo'lgan ular. Xo'sh, endi musobaqada aynan Olimpiya o'yinlarida 3 marta g'alaba qozonsangiz, sizni haykalingiz Olimp tog'iga o'rnatilgan. G'oliblarning boshiga zaytun daraxtidan ishlangan novdali gulchambarlar taqilgan.
Ammo keyinchalik xristian dinining tarqalishi va milodiy 394-yilda Olimpiya o'yinlari maydonining vayron bo'lishi natijasida qadimgi Olimpiya o'yinlarini o'tkazish to'xtab qoladi va ammo 1896-yilda yana qayta tiklanadi. Eslaringda bo'lsin uchta ma'lumot. Olimpiya o'yinlari asoschisi Gerakl, bag'ishlangan odam Zevs. To'xtatilishiga asosiy sabab xristian dini. Geraklning 12 ta jasorati bor bolalar. 12 ta jasoratini men ketma-ket yozgandim. Buni men bitta rasm qilib kanalga joylayman. Bu kanalga emas, Ligatoriyaga. Va o'sha 12 ta jasoratni notlanglar, tushib qolish ehtimoli bor. Hozir 12 ta jasoratdan bittasi bu Frakiya podshosi Diometning yovoyatlarini bo'ysundirishi. Gerakl. Xo'p, keyin Olimpiya o'yinlariga hamma ham ishtirok eta olmagan. Bu Olimpiya o'yinlariga ishtirok etish uchun hech qachon sudlanmagan bo'lishi kerak va ozod Afina fuqarosi bo'lishi kerak bo'lgan. Davom etamiz. Qadimgi Yunoniston madaniyati va Troya voqeasi. Biz Troya voqeasini kinodagilarda ko'rganmiz. Troya voqeasi qanday bo'ladi? Xo'sh, Sohibjamol Yelenani, ya'ni Sparta podshosi bo'lgan Sparta podshosining rafiqasi bo'lgan Sohibjamol Yelenani Troya podshosining o'g'li Paris o'g'irlab ketadi. Voqeadan xabar topgan Sparta podshosi esa Parisdan qasos olish uchun Troyani 9 yil qamal qiladi. Aynan bu haqda ma'lumotlar Iliada dostonida keltirilgan. Endi sizlarga qanday savol tushadi bu mavzuda? Troya nechinchi yilda tashkil topgan davlat desa, miloddan avvalgi 1200-yilda tashkil topgan davlat. Troya hozirgi qayerga to'g'ri keladi desa, Turkiyaga. Demak, biz hozirgacha o'tgan mavzularimizdan qaysi davlatlarni o'tdik? Turkiya hududida vujudga kelgan. Xetlar davlati, eslaringda bo'lsa, Turkiyada vujudga kelgan. Urartu va undan tashqari Troya. Endi Paris bilan bu yerda 9 yil Troyani behuda qamal qildi yunonlar. Endi bu yerda Odissey degan shaxs bor, ana Iliada dostonida keltirilgan. O'zi Iliada va Odissey dostonlari bu Gomerniki. Shundan Iliada asarida keltirilishicha, Odisseyning maslahati bilan bular yog'och ot yasashadi. Yog'och otni aytishadiki, eslaringda bo'lsa, yog'och ot bu yerda Afinaga xush keldi deydi. Iloha Afinaga. Va ular olib kiradi, otni qo'yib qo'yadi, lekin kechki soat 12 da ichidan jangchilar kelib tusha boshlaydi va Troyani egalladi. Shu uchun Troya oti iborasi xosiyatsiz sovg'a salom, Axilles tovoni esa nozik joy degan ma'no bildiradi. Endi Iliada dostonining bosh qahramoni nima uchun Axilles? Chunki Axilles yoshligida onasi tomonidan Styx daryosiga botirib olingan va tovonidan ushlab botirib olingan, shu tovoniga tegmay qolgan. Axilles aytadiki, birga bir jang qilamiz, ya'ni bitta askar sizlardan va men chiqaman bu yoqdan. Kim yutsa, shu davlat taslim bo'lganini tan oladi deydi. Jang bo'ladi, Axilles yengadi, yunonlar yutqizgan tan olishadi. Va buni evaziga Afina Palladaga xush keldi deydi-ku, shu gap ketilgan. Buni evaziga ular Troya otini yasab berishadi. Ya'ni taslim bo'lishni xohlamaydi-da. Va kechki soat o'sha hamma uxlagandan keyin uyning ichidan askarlar chiqib kelib, hamma joyni egalladi, Axilles ham o'ldiriladi. Shu tariqa Troya egallanadi. Troyadan olingan sovg'a salom bilan bular uyiga qaytadi. Endi Troya otini, ya'ni Troya hududini tahlil qilgan shaxs bu nemis olimi Genrix Schliemann hisoblanadi. Milod 19-asrning oxiriga kelib Genrix Schliemann Troyani topadi. Bu Turkiyadagi Hisorlik tepaligiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi biz Troya haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi biz qadimgi Yunoniston madaniyatiga ham ozgina to'xtalamiz. Bundan 2,5 ming yil muqaddam eslaringda bo'lsa, Xitoyda shoyiga yozilardi. Yunonlarda teatr vujudga keladi. Teatr so'zining ma'nosi tomoshalar joyi. Xo'p, teatrga kirish juda arzon bo'lgan. Unda ikki xil uslubdagi sahnalar qo'yilgan. Birinchi uslub bu mashhur tragediya bo'lgan, ikkinchi uslub komediya. Mashhur tragediyalar ustasi bu Shoh Idib va Antigona hisoblanadi. Eng mashhur asarlar, tragediya asarlari, uni Sofokl yozgan. Komediyalar ustasi esa Aristofan hisoblanadi. Endi keyingi tarixiy shaxslar, bular haykaltaroshlar. Fidey bu Periklning do'sti. U Afinada Parfenon barpo etilishida, Akropolning qayta qurilishida aynan Perikl Fidey birgalikda harakat qilishgan va undan tashqari Fidey dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Zevs haykalini yasagan. Keyingi shaxs Dedal. Dedal degan arxitektor va haykaltarosh hisoblanib, Dedal
Minos degan podshoga labirint saroyini, dunyodagi birinchi labirintni qurib bergan. Keyingi shaxs Geraklit. Endi bu yog'i olimlar. Sizlarning o'zlaringga keltirilgan olimlar tushib beradi, buni yodlashlaring kerak. Geraklit nima deyapti? Dunyoda hamma narsa olovdan kelib chiqqan. Bir daryo, oquvchi daryoni bitta joyga bir marta tushsang, ikkinchi marta yana shu joyga tusha olmaysan. Ya'ni suv oqib ketadi deyapti. Va hamma narsa oqadi, hamma narsa o'zgaruvchandir. Buning fikrining qaysidir nuqtasi bizga to'g'ri. Chunki ba'zi do'stlaring bilasizlar, o'zgarib turadi odamlar. Eslaringda bo'lsa. Endi buning fikriga esa frankalik Demokrit qarshi chiqyapti. Yo'q deyapti. Dunyo deyapti, atomlardan iborat deyapti. Hech qanday ko'zga ko'rinmas mayda atomlardan iborat deyapti. Orada esa Yunon faylasufi Diogen chiqyapti-da, inson hech qanday ehtiyojlarga muhtoj emas, ya'ni hech qanday ehtiyoj bo'lmasligi kerak deyapti-da, bir bochkada bir iti bilan kun kechiryapti. Va unga afsonalarga ko'ra qirol, Makedoniya qiroli Makedoniyaga Aleksandr kelib, senga qanday yordam berishim mumkin deb so'raganda, Diogen nariroq tursangchi, quyoshni to'sma deyapti. Demak, o'z fikriga qarshi chiqqan olim bu Diogen hisoblanadi. Chunki Diogen aytayapti, insonda hech qanday ehtiyoj bo'lmasligi shart deyapti. Lekin nariroq tursangchi quyoshni to'sma. Demak, uning quyoshga nimasi bor? Ehtiyoji bor. Demak, o'z fikrini rad etgan olim hisoblanadi. Va keyingi shaxs Gerodot. Miloddan 5-asrda yashagan Gerodot tarix asarini yozgan va uni tarixning otasi deb atashadi. 9 kitobdan iborat tarix asarini yozib qoldirgan shaxs. Keyingi faylasuf Aristotel. Aynan Aristotelning qilgan ishi nimada? U to'plangan bilimlarni alohida fanlarga ajratib bergan. Biz Aristotelni sharhda Arastu deb aytamiz. Tushunyapmiz-a? Endi Arximed kim? Arximed nima ish qilgan? Arximed bu Rimda Sirakuzalik, Yunonistonning Sirakuza shahrida tavallud topgan olim hisoblanadi. U Richard dastak qonunini ishlab chiqqan va mashhur bo'lgan bir iborani aytgan. Menga tayanch nuqtasini topib bersangiz, yerni ag'darib yuboraman degan. Lekin rimliklar ularning shahriga yurish qiladi va u quyoshning jamlab hozirgi lupa bor-ku, e'tibor bersangiz quyoshga tursini qo'ldan kuydiradi. O'shani kattasini yasab, rimliklarning kemalarini juda ko'pini yovindirib yuboradi, ammo baribir rimliklar bularning shahrini egallaydi. Uning so'nggi so'zlari mening chizmalarimga tegma deyishga ulgurganligi, uning eng mashhur gapi esa Evreka, topdim degan so'zi bo'lgan. Davom etamiz. Keyingi shaxs Suqrot. Suqrot afinalik mashhur faylasuf. Uni biz Sokrat deb eshitmaganmiz, ko'proq Suqrot tarzida aytamiz. Xo'p, uning eng mashhur gapi men hech narsani bilmasligimni bilganim uchun ham meni donishmand deyishsa kerak deydi. Va uning eng yaxshi ko'rgan hikmati o'z-o'zingni angla. Bu Delfi ibodatxonasida yozilgan hikmat edi. Va u ikkita nuqsonni qattiq tanqid qiladi. Ochko'zlik va molparastlikni. Va bozor bo'ylab yurganda shuncha narsadan bemalol voz kechib yashash mumkinligi naqadar ajoyib deydi. Va Suqrot tarixda odamgarchilik, sabr-matonat va jasurlik timsoli bo'lib qolgan. Suqrot o'z fikrlarini og'zaki bayon etgan. Hattoki uning shaharni tark etib ketish imkoniyati ham bo'lgan, lekin u shaharni tark etmagan. U oxirigacha, ya'ni mening fikrim noto'g'rimi? Menga qarshimisizlar? Mayli, menga qarshi chiqinglar degan. Va shuning uchun Suqrotni juda ko'plab tanqid qilib, keyinchalik qatl qilishgan. Suqrot o'z fikrini og'zaki bayon etganligi uchun uning g'oyalari Platon degan bir boshqa bir yunon faylasufi orqali bizgacha yetib kelgan. Biz Platonni ko'proq Aflotun deb bilamiz. Eslaringda qolsin. Xo'sh, ketdik. Endi biz qadimgi Yunon xudolariga o'tamiz. Kelinglar barcha xudolarni birma-bir eslab chiqamiz. Qadimgi Yunon xudolarida oliy xudo Zevs ekan, qadimgi Misrda Ptah, Mesopotamiyada Shamash, Hindistonda Brahma. Endi qadimgi Yunonistonda Zevsning inisi dengiz hukmdori Poseidon, Hindistonda eslaringda bo'lsa momaqaldiroq xudosi Indraga to'g'ri keladi. Mesopotamiyada Iya suv xudosiga to'g'ri keladi. Misrda esa Hapiga to'g'ri keladi. Zevsning inisi marhumlar saltanati xudosi bu Ait. Misrda Osirisga to'g'ri, yo'q. Marhumlar saltanati xudosi bo'lsa, Misrda Anubisga to'g'ri keladi. Xo'sh, Zardushtiylikda marhumlar yo'q edi adashmasam.
Mesopotamiyada marhumlar yo'q. Hindistonda marhumlar yo'q. Keyingi shaxs Zevsning qizi jangar ayol donishmandlik, Apollon esa Zevsning o'g'li yorug'lik, musiqa, she'riyat xudosi, Gelios quyosh xudosi bu Misrda Amon-Raga, Mesopotamiyada Shamashga, Hindistonda quyosh xudosi nomi keltirilmagan, Zardushtlik dinida esa Mitraga to'g'ri keladi. Dehqonchilik va hosildorlik ilohasi Demetra bu Misrda Apisga, Mesopotamiyada Ishtarga, Hindistonda hosildorlik xudosi keltirilganmidi? Xo'sh, yo'q. Zardushtlikda esa Anaxitaga to'g'ri keladi. Keyingi xudolar Femida Geya yer ilohaligi, Femida adliya ilohaligi, Gefes temirchilarniki, Ares urush xudosi, Dionys uzumchilik, Artemida ov xudosi keltirib o'tilgan. Va undan tashqari dunyo yaralganda 3 ta xudo bo'lgan. Dastlab dunyo yaralganda Geya va Uran bo'ladi. Ya'ni yer va osmon xudosi. Keyinchalik dunyo yer yuzini suv bosgandan keyin okean degan titan dunyoga keladi. Osmon gumbazini esa yelkasida turuvchi Atlas deyiladi. 2017-yil 6-sinf kitobida Atlant 2022-yil 6-sinf kitobida keltirilgan. Keyingi shaxslar bular sirenalar, yarim qush, yarim ayollar, keyingisi kentavr, yarim ot, yarim odam va siklop peshonasida bitta ko'zi bor mavjudotlar hisoblanadi. Va undan tashqari titanlar bular kimlar? Xudolarning farzandlari. Titanlarni kimlar ag'dargan desa, bu Olimp tog'idagi xudolar ag'darib tashlamaguncha titanlar hukmronlik qilgan. Endi Yunon rivoyatlarining ikkita eng mashhuri bor, bu Gerakl va Axilles. Shundan Gerakl 12 jasorati tufayli Olimp tog'idagi xudolar san'atida faxrli o'ringa ega bo'lgan degan afsonalar mavjud. Demak, 3-bobimiz yakunlandi. Xo'sh, biz 4-bobga o'tamizmikan? Xo'p, bir mavzularni bir ko'rib chiqay. Xo'sh, 4-bobimiz shunday. Ha, xo'sh. 4-bobimizni ham o'tib bersam qiyinlik qilib qoladi. Chunki hozir bizda faqat mavzu o'tish bo'lyapti. Juda ko'pchilik savol beryapti, ustoz. Nima deysizlar, bolalar? Sizlar o'zlaringizga savol beray. 3-bobni o'tib berdim. Nima qilamiz? Bugun 4-bobni ham o'tamizmi yoki shu yergacha bir takrorlab, keyingi darsga savol-javob qilamizmi? Xo'sh. Nima deysizlar? Sizlarning fikrlaring muhim. Chunki asosiy tushunishlar kerak. Men o'tib ketaveraman, lekin bu yerda olib qolish degan narsa ham bor. Qani, men fikrlarni eshitmoqchiman. O'tamiz bitta ovoz. O'tish tarafdoriman, chunki vaqtimiz juda oz. Bugun tugatashimiz kerak. Ertaga kuni bilan ertaga shu soat 7 dan 8 gacha 45 ta savolni ketma-ket tarjima tahlil qilardik-da. Ha, xuddi shunday. Keyingi darsda savol-javob va tahlil qilmoqchiman-da testni. Shuning uchun bugun tugatib tashlaymiz ham oltini bo'lmasa. Sizlarda kuch bormi? Menda kuch bor hozircha. Yaxshi, ketdik. Bo'ldi. Fikrlar yetarli. O'tamiz. 4-bob. O'rta Osiyoda Ahamoniylar hukmronligi. Demak, O'rta Osiyoda Ahamoniylar hukmronlik kirib kelishi. O'rta Osiyoga yurish qilgan birinchi podsho bu Kerik hisoblanadi. Kerikka milodavvalgi 530-yilda O'rta Osiyoga kirib keladi. Ya'ni o'zi undan oldinroq keladi. Milodavvalgi 531-yilda dastlab Marg'ilon va Parfiya Baktriyalarni egallagandan keyin milodavvalgi 530-yilda Kerikki massagitlar ustiga yurish qiladi. Massagitlar bilan bo'lgan jangda Kerikka dastlab eslaringda bo'lsa massagitlar malikasi Tomarisga xat yozadi. Menga turmushga chiqdi. Bunga javoban Tomaris rad javobini bergandan so'ng Kerikka Tomarisning o'g'liga tuzoq qo'yadi, ya'ni Sprangizga, va Sprangizni qo'lga oladi, uni o'ldiradi va shundan keyin Tomaris bor qo'shini bilan Kerikki bilan jang qiladi. Jangda esa bevosita tarix otasi Gerodot yozib qoldirgan va jangda Kerikkining o'lganligi va uning boshi tanasidan uzib olinib, qon to'la meshga solinganligini aytadi. Demak, Kerikkidan keyin bizda O'rta Osiyoda Ahamoniylarning kirib kelishi Dorobirga bog'liq bo'ladi. Dorobir milodavvalgi 522-yilda bu yerda hukmronlik qilayotganda o'zi Kerikki bosib olgandi O'rta Osiyoni. Dorobir hukmronligi davrida milodavvalgi 522-yilda Marg'ilonda Frada boshchiligida qo'zg'olon bo'lib o'tadi. Va Dorobir Fradani Frada boshchiligida qo'zg'olonni bostirish uchun Dadar Sheshga maktub yo'llaydi.
Dadarshish bu va o'sha Dorobir davridagi satrapli, ya'ni O'rta Osiyodagi satrapli boshlig'i edi. Dadarshish esa borib Frada qo'zg'oloni bostiradi va uni qatl etadi. Endi Dorobir miloddan avvalgi 519-yilda saklar ustiga yurish qiladi va saklar ustiga yurish qilganligini biz Behustin qo'yasidan bilib olamiz. Saklarning Sakatigrahovda, ya'ni o'tkir uchli kigiz qalpoq kiyib yuruvchilar qo'shiniga yurish qiladi. Ularning satrapi esa Sikunxo hisoblanadi va bu yurish natijasida u saklarni bosib oladi. Endi bu saklar bosib olishi o'z-o'zidan birdan bo'lib qolmagan. Polien, ya'ni miloddan avvalgi Yunon tarixchisi, miloddan avvalgi 2-asrda yashagan shaxs Polien tomonidan Shiroq afsonasi ham bor. Shiroq afsonasiga binoan Shiroq burun va quloqlarini kesgan holda forslar oldiga boradi va meni ular qal'adan chiqarib yuborishdi. Men ularga taslim bo'lishni aytgandim deydi. Men sizlarga endi deydi boshqacha usul ko'rsatmoqchiman, ya'ni boshqa tomondan yo'ldan olib boraman, ya'ni qal'ani aylanib o'tamiz deydi. Bunga ishongan forslar mingboshi Ranospat boshchiligida ketadi. Qo'shinlar 7 kunlik yo'lda yuradi va na bir chashma, na bir jonzot yashaydigan bir cho'lga borib qoladi. Natijada Shiroq oxir Ranospat, ya'ni mingboshi Ranospat qulovizdan, ya'ni Shiroq yo'lboshchidan so'raganda aytadiki, men sizlarni yengim, saklarni halokatdan qutqazmoq uchun sizlarni tashnalik va ochlik balosiga giriftor qildim deydi. Lekin eslaringizda saqlab qolinglar, bu Dorobir bu yerda halok bo'lmagan, Ranospat qo'shinining ancha qismi halok bo'lgan. Dorobir keyinchalik baribir O'rta Osiyoni 3 ta satraplikka bo'lib boshqarganligi haqida Behustin qo'yasida yozib qoldirilgan. Ya'ni Shiroq afsona Dorobirni saklar ustiga yurish qilganligi Behustin qo'yasida keltirilgan. Endi biz ko'proq faktga ishonamiz afsonadan ko'ra. Xo'p, endi O'rta Osiyo xalqlari jangda degani O'rta Osiyo xalqlarining qurollari. Saklar, bular marafon jangida ishtirok etgan xalq hisoblanadi. Fors qo'shinlar markazida muvaffaqiyatli urushgan. Ular ko'proq xanjar va jangovar oyboltalar bilan qurollanishgan. Bu umuman O'rta Osiyo xalqlarining janglarda ishlatgan qurollarini mufassal, ya'ni chiroyli tasvirlagan shaxs bu Gerodot. Endi Baktriyaliklar esa kamon va nayza ishlatgan. Undan tashqari Xorazm va so'g'liklar ham aynan Baktriyaliklar singari kamon va nayzalar ishlatganligiga keltirib o'tiladi. E'tibor beringlar mana shu yozuvlarga. Endi hunarmandchilik markazlariga qaraymiz. Ya'ni o'sha forslar bizga bostirib kelgandan keyin qaysi shaharlar hunarmandchilik markazlari sifatida rivojlangan bo'lsa, bu Ko'ktepa, Zarafshon hududida, Daratepa, Qashqadaryo, Xunbustepa va Ko'zalqurt quyi Amudaryo hududida rivojlangan. Endi biz Suzaga to'xtalamiz. Suza saroy qurilishida Dorobir Suzadagi ishlatilgan oltin, olmos, ko'kyoqut, kumush jizlarni qayerdan olib kelinganini keltirib o'tgan. Oltinni Sart va Baktriya hududidan, olmos, lal yoqutni Sug'diyonadan, to'q ko'k yoqutni Xorazmdan, kumush va jizlarni esa Misrdan keltirganligi haqida Behustin qo'yasida yozib qoldirilgan. Va endi keyingi ma'lumotimiz Amudaryo xazinasi. Amudaryo xazinasini biz bilamizki 1877-yilda topilgan. U qayerdan topilgan desa, Qubodiyon vodiysi, ya'ni qadimgi Baktriya davlati yeridan topilgan. Bu 1877-yilda topilgan, keyinchalik uni qaroqchilar o'g'irlab ketadi va keyinchalik 1880-yilda Berton tomonidan qaroqchilardan tortib olinadi. Va 1905-yilda Britaniya muzeyining xazinachisi Dalton tomonidan Buxoro savdogarlari xazina to'g'risidagi Oks xazinasi degan kitobi yozib qoldiriladi. Va o'zi aslida miloddan 5-4-asrlarda O'rta Osiyodagi dastlabki tanga pullar tarqalganligi haqida ma'lumotlar ham mavjud. Bu ma'lumotlar bolalar ketma-ket bunday tarzda berganligi sababli buni shuni chiroyli qilib o'qish kerak, chiroyli qilib tugatish kerak. Tushunyapmizmi? Hozir sizlarga men yangi kitobni o'qitsam, boshqacharoq qilib ketasizlarda, ya'ni fikrlaringiz o'zgarib ketadi, chunki eski kitobda ham juda ko'p ma'lumotlar bor. Misol uchun mana keyingi mavzuimiz O'rta Osiyo xalqlariga Yunon-Makedonlar istiqlolchilarining yurishi. Endi bu yerda bir boshdan o'sha Makedoniyani tasvirlab bergan. Ya'ni Makedoniya Aleksandr miloddan 356-yilda tavallud topganligi, miloddan 323-yilda vafot etganligi. Endi miloddan 336-yilda, ya'ni 20 yoshida hukmdor bo'lganligi, miloddan 334-yilda sharqqa yurish boshlaydi. Sharqqa yurish 10 yil davom etganligi. Sharqqa yurishda miloddan 330-yilda Ahamoniylarning oxirgi uch oladi. Ozroq uzildi.
Chunki u o'zining raqibini o'zi yengishini xohlardi va besda ushlaydi va qatl ettiradi. Miloddan avvalgi 329-yilda Oks, ya'ni Amudaryodan kechib o'tadi va Marokandani egallaydi. Oks va Yaksart, bu Oks Amudaryo, Yaksart Sirdaryo. Bu Makedonlar tomonidan berilgan nomlar. Va miloddan avvalgi 328-yilda Sug'diyonada Spitamin boshchiligida qo'zg'olon ko'tariladi. O'zi asl Spitamin birinchi Makedon Aleksandrga yordam bermoqchi bo'ladi. Ammo keyinchalik uning asl niyatini bilgandan so'ng u Makedon Aleksandrga yordam bermaydi. Va miloddan avvalgi 328-yilda Spitamin va Makedon Aleksandr o'rtasida hal qiluvchi jang bo'ladi va unda Spitamin yengiladi. Sahroga chekinishga majbur bo'ladi. Keyinchalik aynan Spitamin xotini tomonidan birinchi qarash rafiqasi tomonidan o'ldirilgan, ikkinchi qarash qaynotasi va qaynonasi tomonidan o'ldirilgan. Ikkita qarash mavjud. Va keyinchalik umuman Makedon Aleksandr O'rta Osiyoni bosib olish uchun 3 yil urinadi. Egallagan hududlari Marg'iyona, Baktriya, Sug'diyona va hozirgi Bekobod va Toshxo'jand orasidagi Sirdaryo hududlari bo'ladi. Egallolmagan 3 ta hudud qoladi. Bu Xorazm, Toshkent va Farg'ona edi. Endi Makedon Aleksandr faqat bizni egallashdan maqsadi bu yerda madaniyatni tarqatish edi. Shu sababli u Hisor tog'iga hujum qilganda Oksiyar va Xorenga hujum qilgan vaqtda unga nisbatan jang ketiladi, ya'ni Oksiyar va Xoren dastlab taslim bo'lmaslikda uchun kurash olib boradi, lekin baribir keyinchalik taslim bo'lishga majbur bo'lishadi. Va Xoren va Oksiyar jangidan so'ng Makedon Aleksandr Oksiyarning qizi Ravshanakka uylanadi va Xoren va Oksiyar tirik qolishadi. Keyinchalik Aleksandr aynan Ravshanakdan o'g'il ko'radi. Uni kichik Aleksandr deb atashadi. Miloddan avvalgi 323-yilda Makedon Aleksandr vafot etgandan so'ng u tuzgan davlat 3 ga bo'linib ketadi. Makedoniya, Misr, Suriya. Va Makedon Aleksandr O'rta Osiyoda bir nechta shaharlar qurdirgan. Bu shaharlar Oksdagi Aleksandriya, Aleksandriya Isxata, Marg'iyona Aleksandriya hisoblanadi. Va bu shaharlarda asosan qurilganligi sababi o'sha himoya vositasi uchun. Keyinchalik bu yerda Bes Spitamin haqidagi darslar keltirilgan va bitta ma'lumot keltirilgan bolalar, buni unutmanglar. Makedon Aleksandr Marokandani 329-yilda egallagandan keyin Spitamin aynan Marokandani qamal qilgan vaqtda Makedon Aleksandr yordam uchun Karan boshchiligidagi qo'shin yuboradi. Bu qo'shin 3000 kishi edi. Buni eshitgan Spitamin esa Politimet daryosi, ya'ni Zarafshon daryosi bo'yida ularga qarshi qistirma qo'yadi va qo'shinni bitta qoldirmay qirib tashlaydi. Va Spitamin bilan hal qiluvchi jang bo'yi aytib o'tganman, miloddan avvalgi 328-yilda bo'ladi. Xo'sh, demak Makedon Aleksandr davlatini ham bilib oldik. Endi biz Salafkiylar davlatiga o'tamiz. Salafkiylar davlati. Miloddan avvalgi 328-yilda vafot etgandan keyin Makedon Aleksandr u tuzgan davlat 3 ga bo'linib ketdi. Bu Makedoniya, Misr, Suriya edi. Va shundan Suriya hududi, ya'ni Bobil hududida miloddan avvalgi 312-yilda Makedon Aleksandrning Ravshanakdan bo'lgan o'g'li kichik Aleksandrning bosh sarkardasi Salaf tomonidan Salafkiylar davlatiga asos solinadi. Bu davlat hududiga eslaringda qolsin Marg'iyona, Parfiya, Baktriya, Sug'diyona, undan tashqari Eron va Mesopotamiya hududlari ham kiradi. Salaf esa Apamaga uylanadi. Apama bu Spitaminning qizi edi. Ikkalasining farzandi bu Antiox. Antiox miloddan avvalgi 280-yilda taxtga chiqadi. Apama kim? Bu Spitaminning qizi. Salafkiylar davlatida mashhur bo'lgan shaxs. Hozirgi kunda vayronalar Suriya hududida joylashgan shahar uning sharafiga Apamiya deb nomlanishi ham keltirib o'tiladi. Eslaringdan chiqmasin. Demak, bu yerdagi tarixiy shaxslar, yangi ma'lumot, bu Apama bu Spitaminning qizi ekanligi. Xo'p, endi biz manzilgohlarga to'xtalamiz. Bu yil Boysun tog'laridagi Uzundara joylashganligi, Uzundaradan muhim tog' yo'lini qo'riqlagan Yunon Makedon jangchilarining garnizoni topilganligi va undan tashqari Kampirtepa qal'asida Makedon Aleksandr Sug'diyona yurishlari davrida Amudaryodan o'tib aynan shu yerda tunaganligi, ya'ni g'alla ombori qurdirganligi keltirib o'tiladi. Bu ma'lumotlarni yod olishlaring kerak. Keyingi mavzu Yunon Baktriya davlati. Yunon Baktriya davlati bu Salafkiylar davlatidan ajralib chiqqan davlat hisoblanadi. Miloddan avvalgi 250-yilda asos solinadi. Yunon Baktriya davlatining birinchi hukmdori bu Diodot hisoblanadi. Diodot
birinchi Yunon Baxtriya hukmdori hisoblanib, ushbu davlat tarkibiga Baktriya, Sug'diyona, Marg'ilon ham kiradi. Diodotdan keyin deyarli tarixda nomi keltirilmagan shaxs bu Yeftidem hisoblanadi. Yeftidem umuman tarixda sezilarli iz qoldirmagan. Eslaringda bo'lsin. Yeftidemdan keyin esa uning o'g'li Demetriy taxtga keladi. Demetriyning qilgan eng katta ishi bu Hindistonning bir qismini egallanishi edi. Xo'sh, endi o'shandan keyin aynan Yeftidem u yerni egallagandan keyin Hindistonning bir qismini egallagandan keyin Demetriy uning davrida hokimiyat juda kattalashib ketadi. Ammo bir vaqtning o'zida bu yerda Parfiya podshohligi ham rivojlanadi. Ya'ni Parfiyada hokimiyat Mitridat Ining qo'liga o'tishi bilan Baxtriyaga harbiy tazyiqlar kuchayib ketadi. Va shu tariqa Baktriya va Yunon, Baktriya va Parfiya bir vaqtda o'zida ajralib chiqqan davlatlar edi. Aynan bir-biri o'zaro kurashlar bo'ladi. Yunon Baktriya Diodot va Demetriy davrida Parfiyadan ustun kelgan, lekin Mitridat I davrida Parfiya Baktriyadan ustun kelgan. Keyinchalik Yunon Baktriya davlati zaiflashib qoladi va Yuji qabillari miloddan 140-130-yillarda bu davlatni bosib oladi. Xo'p, endi Yunon Makedonlar bizga yurish qilganda Baktriyadan nimalarni o'zlashtiradi? Birinchi, bizlar ulardan o'zlashtirgan narsamiz Yunon yozuvi, Yunon og'irlik o'lchov birliklari va pul munosabatlari bo'lsa, undan tashqari hunarmandchilik va san'at buyumlarini ham o'zlashtirganmiz. Yunonlar bizdan esa binokorlik va hunarmandchilikni o'zlashtiradi. Almashinuv ro'y beradi-da, qisqasi. Xo'sh, davom etamiz. Qadimgi Xorazm davlatiga to'xtalamiz. Xo'sh, qadimgi Xorazm va qadimgi Baxtriya davlati desak ham bo'ladi. Miloddan avvalgi 7-asrda vujudga kelgan davlat hisoblanadi. Bu o'zi qadimgi Xorazmda eslaringda bo'lsa, miloddan avvalgi 4-asrda Ahamoniylar davlatidan ajralib chiqadi keyinchalik. Miloddan avvalgi 7-asrda qadimgi Xorazmda shaharsozlik boshlanadi. Bu shaharsozlik Ko'zali Qir shahri xarobalaridan topilgan. Keyinchalik mahalliy hukmdorning qarorgohi bo'lgan ulkan qal'a bunyod etilgan bo'lib, bu qal'alar Qir shahri xarobalari hisoblanadi. Va undan tashqari Oybuyur qal'a bu miloddan avvalgi 5-4-asrlarga oid bo'lgan qal'a hisoblanib, unda Xum sirtiga bitilgan yozuv topiladi. Va keyingi manzilgoh bu Jonboz qal'a miloddan avvalgi 3-2-asrlarga oid hisoblanib, Jonboz qal'ada ham qadimgi Xorazmning ba'zi bir ma'lumotlari topiladi. Undan keyin esa qo'y qirilgan qal'a hisoblanadi. U yerdan aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan. Va undan keyin qo'y qirilgan qal'a bu miloddan avvalgi 3-2-asrlarga oid o'sha mahalliy yozuvlar topilganini keltirgan. Har bittasini o'qish kerak bolalar bu narsani, kerak. Chunki e'tibor bersanglar, har bittasini asri keltirilgan, davri keltirilgan. Xo'sh, demak, keyingi mavzumiz Qang-Davan davlatlari. Qang davlati miloddan avvalgi 3-asrda Toshkent shahrida saklar tomonidan asos solinadi. Qang davlati milodiy 3-asrgacha parchalanib yashagan davlat hisoblanadi va miloddan avvalgi 2-asrda o'z qudratining cho'qqisiga erishadi. Qang davlatining poytaxti Qangdes, Xitoy manbalarida Bityan deyiladi. Miloddan avvalgi 2-asr oxirida Shoshtepada ibodatxona, qangliqlar va olov va quyoshga sig'inganligini bildiruvchi topilma qurilganligi isboti bor. Qang davlatida keyinchalik Sirdaryo sohillari bo'ylab joylashganligi va bu yerda asosiy shaharlar borligi keltirilgan. Xo'p, Qang davlati Xitoy manbalarida Qangyo'y nomi bilan ham ataladi, eslaringdan chiqmasin. Qang davlati milodiy 3-asrgacha yashagan davlat va undan buyuk eslaringda bo'lsa, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i ham o'tgan. Keyingi davlat Davon davlati. Miloddan avvalgi 3-asrdan milodiy 3-asrgacha yashagan Farg'ona hududida vujudga kelgan davlat. Xo'p, Davon davlati Xitoy hukmdorlari tomonidan bir necha bor Davon davlatining ustiga yurish qilingan va buning asosiy sababi aynan samoviy otlar sabab bo'ladi. Davon davlati miloddan avvalgi 2-1-asrda o'z ravnaqining cho'qqisiga erishadi. Davon davlatining poytaxti bu Ershi bo'ladi. Ershiga yurish qilgan xitoyliklar Ershini bosib olishadi, keyinchalik xalqning tovon to'lashi natijasida qayta chiqib ketishadi. Undan tashqari Sho'rabashat va Uchqo'rg'on ham aynan Davon davlatining eng mashhur shaharlari hisoblanadi. Endi biz Kushon davlatiga qaraymiz. Kushon davlati bu Yuji qabillar miloddan 140-130-yillarda bosib olgan Yunon Baxtriya davlat hududida tashkil topgan davlat hisoblanadi.
Milodiy 1-asrda Kudzilo-Katviz tomonidan Kushon davlatiga asos solinadi va Kudzilo-Katviz davrida Afg'oniston va Kashmir Kushon davlatiga qo'shib olinadi. Kudzilo-Katvizdan keyin biroz yurishlar to'xtaladi. Vima-Katviz davrida asosan ichki davlat tartibi o'rnatiladi va uning davrida tanga pullar zarb qilinadi. Vima-Katvizdan keyin milodiy 1-asrda hukmronlik qilgan Kanishka. Buning davrida davlat o'z taraqqiyot cho'qqisiga erishadi. Kanishka poytaxtini Baktriyadan Peshavorga ko'chiradi. Peshawar hozirgi Pokistonga to'g'ri keladi va aynan Kanishka davrida Hindistonni bir qismi bosib olingan deyiladi va aynan bizga buddaviylik dini ham kirib keladi. Xo'sh, umuman o'zi buddaviylik va zardushtlik dini o'zi bizning hududimizda milodiy 8-asrgacha, ya'ni islom dini kirib kelguncha tarqalgan. Buddaviylik dinining asosiy tarqalgan hududi bu Surxon vohasi hisoblanadi. Eslaringdan chiqmasin. Keyinchalik men bu yerda keltirib o'tilgan me'morchilikka e'tiborlaringni qaratasizlar. Bu juda ko'p tushgan narsa. Xolchayon, Dalvarzin tepa, Eski Termiz, xo'sh, ya'ni Qoratepa va Fayoz tepa. Shu hududlarga ham e'tibor qaratasizlar. Xo'sh, davom etamiz. Buyuk Ipak yo'liga to'xtalib o'taman. Buyuk Ipak yo'li miloddan avvalgi 2-asrda asos solingan, milodiy 16-asrgacha hukmronlik qilgan davlat hisoblanadi. Buyuk Ipak yo'lida asosiy uzunligi 12,000 kilometr hisoblanadi. Buyuk Ipak yo'lini bu yerda bosib o'tilgan yo'lda yangi shaharlar tushdi, eslaringda bo'lsa, o'shanda Mashhad shahri tushgan, Buyuk Ipak yo'lida joylashgan shahar. O'sha narsaga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yerda bizlarda ma'lumot keltirilgan nimalar? Xo'p, Buyuk Ipak yo'li bu Sug'diyondan Xitoyga jungazlama, gilam, zivzinat buyumlar chiqarilganligi, Baxtiradan Xitoyga tuyalarning chiqarilganligi, Farg'onadan Xitoyga zotli otlar, Badaxshondan Xitoyga esa lal, undan tashqari Hindistondan O'rta Osiyoga gazlama paxta chigiti chiqarilganligi va Xitoydan O'rta Osiyoga esa guruch va ipak matolar chiqarilganligi keltirib o'tilgan. Shu narsalarga e'tibor qilinglar. Buyuk Ipak yo'li Sariq dengizdan boshlanadi, Sharqiy Turkiston, esingizda bo'lsa, Eron, Mesopotamiya hududlaridan to O'rta Yer dengizigacha o'tadi. Ozroqgina uzilish bo'lib qoldi. Bir daqiqada joyiga keltiramiz. Chijansiyan bu Xan Sullas davridagi elchi hisoblanadi. Uydi tomonidan Xun qabillarga qarshi kurash uchun ittifoq topish kerak edi. Chijansiyan u ittifoq topishga ketayotgan vaqtda qo'lga tushib qoladi va Xunlarning qo'lida 10 yil yotadi. Keyinchalik Farg'onaga qochib keladi va Davon davlatidan u otlardan bittasini va Bida urug'ini olib, Oloy vohasi orqali o'z davlatiga o'tib ketadi. Aynan Chijansiyan yurgan yo'li bu Buyuk Ipak yo'liga asos bo'ladi. Xo'sh, qadrli o'quvchilar, biz Buyuk Ipak yo'ligacha tugatdik, yetadi shu yergacha. Ertaga nasib Xudo xohlasa Rimni tugatib beraman. Xo'sh, shanba kuni dars o'tmaymiz deb niyat qilgan edim. Shanba kuni ham dars o'tar ekanmiz. Xo'sh, demak, endi esa savollarga javob beraman.